Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta duoning o'zida Robbidan qaysi narsa so'raganlar. Allohga bo'lgan umid va ishonch tasavvur qilyapsiz. Keling, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deb duo qilganlarini ko'ramiz. Ey Alloh, sendan eng yaxshi so'rovni, duoni, najotni va amallarni so'rayman. Eng yaxshi savobni, eng yaxshi hayot va mamotni so'rayman. Meni sobit qadam qil, tarozimni og'ir qil, iymonimni mustahkamla, darajamni ko'tar, namozimni qabul et, xatolarimni kechir va jannatning oliy darajalarini nasib et. 14. Ey Alloh, sendan yaxshilikning boshini, oxirini va jamini so'rayman. Avval va oxiri, oshkor va pinxonasini hamda jannatning oliy darajalarini so'rayman. 7. Ey Alloh, qilgan barcha amallarimning, pinxona va oshkor ishlarimning eng yaxshisini hamda jannatning oliy darajalarini so'rayman. 6. Shunda jami 27 bo'ldi. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: Ey Alloh, zikrimni ulug'lashni, gunohimni o'chirishni, qalbimni poklashni, avratimni saqlashni, qalbimni nurlantirishni va xatolarni kechirishni so'rayman va sendan jannatning oliy darajalarini so'rayman. Oxirgi 12tasi: Ey Alloh, vujudimga, quloq va ko'zimga, ruhimga, suratim va siratimga, oilamga, hayotim va mamotimga hamda amallarimga barakat bergin. Yaxshiliklarimni qabul etib, jannatning oliy darajalarini nasib et. Jami 47 so'rov. Allohdan nimadir so'rashda umidimiz qanday bo'lish kerakligini ko'rdingizmi? Bizchi oxir marta qachon shunday chin dildan qo'l ochib duo qildik?